Peygamberimiz Aleyhisselam nikoh mening sunnatim, kim undan yuz o'girsa mendan emas deganlar. Va o'zlari ham oila qurganlar. Endi hozirgi e'tiborli, muhim bo'lgan og'riqli joyi arzimagan sabab bilan ajrashib ketishlar juda ham bir og'riqli holat. Hadis sharifda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam abg'azul halal ilalloh at-taloq deganlar. Ya'ni Alloh taolaga halol narsalar ichida eng noxush, Allohning g'azabi keladigani taloq so'zi deganlar. Ya'ni er xotin o'rtasida ajrab ketishiga sabab bo'lgan bu taloq so'zi Alloh taolaga eng yoqmaydigan, eng noxush bo'lgan so'z. Boshqa hadisda oila quringlar, taloq qilmanglar degan. Chunki taloq tufayli arsh larzaga keladi deganlar. Qarang, bitta mana shu so'z shunchalik og'ir so'z. Nima uchun? Chunki er xotin o'rtasida taloq tushgandan keyin bir-biriga halol bo'lmay qoladi. Endi o'rtalikda gunoh bo'lgan ishlarga sabab bo'lib ketadi gohida. Taloq tushgandan keyin er u yoqda, xotin bu yoqda, bolalar o'rtalikda qiynalgan, otasiz yoki onasiz ming azobda katta bo'ladi. To'g'ri, er xotinga ham og'ir, lekin eng achinarlisi bolalarga ham juda ham qiyin vaziyat bo'ladi. Hech qachon mana shu ota-onaning bag'rida o'sgandek bo'lmas ekan. Hatto jinoyat olamida ham eng katta jinoyat qilganlar aksari shu yoshligida ota-onaning qaramog'ida, ota-onaning mehrini topmagan bolalardan chiqar ekan.